Munisa Rizayevani aytaylik. Munisa Rizayevani ovozi ham yo'g'on, qoshlari ham o'tkir, nigohlari ham o'tkir, leopard kiyimlar yarashadi, piton, ana yaltiroq narsalar yarashadi, ko'jalar yarashadi. Qo'shiqlarida ham o'shanaqa vajohat bor va ularda drama kuchli degani. Yoki Nasiba Abdullayevani qarang. Klassiklar. O'tkir chiziqlar, yuzlarida o'tkirlik, ozg'inlik, telosложение ozg'in, aniq, konkret gapiradilar. Hech qayerda ortiqcha hech qanaqa gaplari ham yo'q. O'zini joyini biladigan xonanda hisoblanadi. Mana shuning uchun har bitta inson, biz endi hozir shou biznes vakillaridan misol keltirdik, negaki ularni hamma taniydi. Oddiy insonlarda ham, oddiy hayotdagi insonlarda ham xuddi shunaqa xarakterga ko'ra kiyimlar tanlash bor. Agar siz ham imij stilistika sohasiga qiziqsangiz va uni o'rganmoqchi bo'lsangiz va u orqali daromad qilishni xohlasangiz, profilim shapkasidagi ssilka orqali Telegram kanalimga obuna bo'ling. U yerda men mana shu mavzuga mos master